9 may xotira va qadrlash kuni. Mazkur sana munosabati bilan yurtimiz bo'ylab vatan ravnaqi, tinchligi va himoyasi yo'lidagi qahramonlik unutilmaydi shiori ostida elu yurt osoyishtaligi yo'lida faoliyat olib borgan xodimlar holidan xabar olish, ularga amaliy ko'mak ko'rsatishni maqsad qilgan tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Ana shu maqsadda Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Farruh Haydarov, faxriylar kengashi raisi hamda boshqarma boshlig'i maslahatchisi ichki ishlar organlarida uzoq va samarali faoliyat olib borib, yurtimiz tinchligi va osoyishtaligi uchun munosib hissa qo'shgan bir guruh faxriy xodimlar holidan xabar oldi. Xususan boshqarma boshlig'i iste'fodagi polkovnik Tursunbek Rahmonov, podpolkovnik Dinara Gumirova, starshina Ahmad Satvaldiyevlar xonadonida bo'ldi. Ochiq, samimiy suhbat davomida boshqarma boshlig'i faxriy xodimlarning bugungi tinch va osuda farovon hayotimizni ta'minlash yo'lidagi fidokorona mehnatlari doimo xalqimiz va davlatimiz tomonidan e'tirof etilishini alohida ta'kidlab o'tdi. Shuningdek, mutasaddilar iste'fodagi polkovnik Tursunbek Rahmonov yashash xonadonida tashkil etilgan uy-muzeyga tashrif buyurib, u yerdagi mavjud eksponatlar bilan yaqindan tanishdi. Bu kabi tadbirlar yurtimizda amalga oshirilayotgan inson qadrini ulug'lash g'oyasini amalga oshirilishi hamda tinchlikni buyuk ne'mat deb biladigan bag'rikeng va oliyjanob xalqimizga xos azaliy qadriyatlarni davomi desak mubolag'a bo'lmaydi. Sana munosabati bilan viloyatimiz bo'ylab ichki ishlar organlari tizimida mehnat faoliyatini olib borgan faxriy xodimlarni holidan xabar olish va ularga yordam ko'rsatish kabi ezgu ishlar davom etmoqda.